Assalomu alaykum. Ismim Javohirbek. Hozirda ayolim va farzandim bilan birga Avstraliyaga oilaviy magistraturaga ketyapmiz. Ayolim Avstraliyaning Queensland University of Technology universitetiga qabul qilindi va 20% scholarshipga ega bo'ldi. Biz o'zi nega Avstraliyani tanladik? Chunki именно Avstraliyada talabalik vizasini oilaviy qo'lga kiritish imkoniyati bor edi. Yana bir eng yaxshi tomoni shuki, ayolim magistratura talabasi bo'lib turib, yarim stavkada ishlashi mumkin. Men esa cheklovsiz to'liq stavkada o'zim soham bo'yicha ishlay olaman. Nimaga meni Avstraliya, Germaniya emas? Chunki Germaniyada ayolim o'zi birinchi borib, turib, 6 oy yashab, keyinchalikda men farzandim bilan birga nemis tilini o'rgangan holda Germaniyaga borib, birgalikda ishlab o'qisak bo'lardi. Avstraliyada biz birgalikda vizani olib, birgalikda ketyapmiz. Everstudy jamoasiga juda ham bir katta minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, chunki men o'zim xizmat ko'rsatish sohasida bankda ishlaganim uchun juda ham yaxshi bilaman. Shu klient bilan muloqot qilish bu hammani ham qo'lidan kelmaydi. Agar siz ham Avstraliyaga oilaviy o'qishga ketmoqchi bo'lsangiz, men sizlarga faqat Everstudy'ni tavsiya qilaman. Avstraliyada oilaviy ko'rishguncha.